texnologiyalar qanday bu mohiyatga erishgansiz? Endi men buni 2014-yilda birinchi Samarqandga borganman. Samarqandda ko'rib turib rayon hokim bo'lib 13 yil ishlagan odam Eronni oldirgan ekan. Bizni O'zbekiston sharoitida ham shu kivi ko'chatlarni yetishtirib qilsa bo'ladi. Biz endi ko'chatchilik bizda Bizlar bir vataniga bog'da 80 ga kirgan bir biologiya fanlar doktori professor xotin bor ekan. Shu xotin keyin aytib turdi, men diktobat qilib yozib oldim. Shuni ko'rsatmasi asosida sekin kelib birinchi urug'dan boshladim. 3 dona keyin chiqardim. Keyin sekin ko'paytirib, keyin o'sha professorda aytishi bo'yicha 100 dona urug' bo'lsa, shundan 10 donasi bir tonna urug' bo'lsa ham shundan 100 donani sanab turib nima qilsa 10 yerga 90 ga 10 bo'lar ekan. Erkagi 10, 90 ayoli. Endi yana savol shu ko'chatlari qani? Mana shu yerda bor. Mana hozir shu yerda mana hozir 1,5 mingta ko'chatni deya tayyor qilib qo'yganmiz. Ana shu nimani keyin salqinroq joyda oldiniga salqinroq joyda tayyorlaymiz. O'shanga uzunlik ichiga ekib, Ha. haqiqatdan izlar mana ko'ryapsiz.